Bilasizmi, ko'pchilik bo'ydoqlarimizga xos bo'lgan anaqada qachon uylanasan desa, uyli bo'lib olay, mashina olay, bir yaxshi ish topay, zo'r bir oylik bo'lsin, ertaga xotinni nima bilan, qaysi pul bilan boqaman, dadam puliga boqaman xotinni deydi ko'pchilik bo'ydoqlarimiz. Vaholanki bu noto'g'ri fikr. O'zi nima desa bo'ladi? Turmush qurishingizni o'zi, nikohni o'zi bir shunchalar bir ilohiy bir voqeaki, sizga, oilangizga, turmushingizga baraka olib keladi bu narsa. Shunga ishonish kerak va ixlos qilish kerak. Chunki voyaga yetganidan keyin bu dinimizda ham, shariatda ham aytilgan, shu payg'ambarimiz ham aytganlarki, shu uylantirish kerak. Agar sen mabodo uylanishga qurbing yetmasa, hattoki qarz olib uylangin deyilgan joylari ham bor, agar adashmayotgan bo'lsam.